Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Hürmetli Turan Efendi, sizlerin gazetelerinizden hammasini okup çıktım. Rahmet sizge. Şundaqla bugünlerden yani 2 günden beri bulup atkan vaziyetki qarasak, 28. günü bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Efendi Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali aloqa qilishdi ekan. Onun sırtında yana Germaniya Angela Merkel, Fransiya, Hollanda, ondan keyin Miami yana Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan telefonda aloqa qilishdi ekan. Bu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining har navbatdagi prezidenti Xitoyning Chag'on bayramini tabriklab bir nimalarni degan edi tarixda. Lekin bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Efendi Chag'on bayrami to'g'risida bir nima demadi. Eng muhimi shunga diqqat qildikki, Trump Efendi 28 kuni Xitoyning Chag'on bayramining birinchi kunida prezident Trump Efendining Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda salomlashganligi bu balki bir diplomatik ish bo'lishi kerak. Bugun endi o'zimizning mavzusiga kelaylik. Rossiya matbuotlari Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Hindiston va Yaponiyani qo'yib etib, Jungoni cheklaydi dediği mavzuli xabar 1-ayning 26-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Oqsaroyga kirib uzun o'tmay Yaponiya va Hindiston bilan bo'lgan munosabatning haroratini o'rlatdi. Arqa-arqadan Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe va Hindistonning vaziri Modini Amerikani ziyorat qilishga taklif qildi. Bu harakat Jungoni cheklash uchun edi. Universal matbuotlar 1-ayning 25-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Hindistonning vaziri Modiga telefon berib, Modini Washingtonni ziyorat qilishga taklif qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump telefonda vazir Modiga Amerika Hindistonni dunyoviy xiristlarga taqobil turishda Amerikaning haqiqiy do'sti va sheriki deb hisoblaydi. Saudiya gazeti mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump vazifaga o'ltirib Jungoni cheklashni maqsad qilgan Osiyo Tinch okeani strategiyasi planiga jiddiy kirishib ketdi. Jungoning bu rayondagi raqiblari bilan zich ko'rishib, ittifoqdoshlarning ansirashlarini tugatdi. Gerçi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Hindistonning vaziri Modi bilan telefonda so'zlashganda Jungoning ismini eg'izga olmagan bo'lsa-mu, har qaysi taraflarga nihoyatda aniqki, sobiq prezident Obama davrida Amerika Hindiston Jungoni cheklaydigan xalqlik bir davlat deb Hindiston bilan muomala qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy Osiyoda strategik o'rinlashtirish elib berishga boshladi. Lekin Yaponiyaga o'xshamaydigan bir tarafi shuki, Hindiston Jungoni cheklashda ikkinchi pallanpay bo'ladi. Mustaqillik gazeti mundaq hisobladi. Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlari bu yil o'tkazilgan Amerika Hindiston yuqori darajaliklar yig'inida Hindiston Jungoni cheklaydigan birinchi pallanpay ko'tarilishi mumkin deb faraz qildi. Rossiyaning mustaqillik gazeti. Beijing chekinmaydi. Rossiya Jungoni chegara rayoniga raketa o'rlashtirib, Amerikaga qaratganligini oshkorladi. Mavzuli xabar 1-ayning 25-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Amerika munosabatining Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning vazifaga o'ltirishiga ergashib, nozik o'zgarishga boshladi.
Cungo Amerika münasebeti Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampning vazifaga o'tirishi agishib, nozik o'zgarishga boshladi. Bundan burun Cungo Rossiya Cungo chegarasiga raketa qurollari o'rinlashtirgan. Ba'zilar gumon qilib, bu o'rinlashtirish Rossiyaga qartildi deyishgan. Lekin yaqinda Rossiya taraf tahlil qilib, bu Beijing Amerikaga qartib raketa qurollarini o'rinlashtirgan qurolli harakatdir deb ko'rsa. Demak, Xinjiang o'lkasiga Xitoy yaqinda men o'tgan sizlarga so'zladim. Sharq Shamili 41-belgilik raketani o'rinlashtirdi. Balki u yerga raketa bazasi qurdi degan gap. Hozir Rossiya matbuotlari nima deydi? O'tganda u Rossiya qartildi deyishgan analizchilar, tahlilchilar. Endi Rossiya matbuotlari nima deydi? Beijing bu yerda qurolli harakat elib beryapti. Bu raketani, yoki raketa o'rinlashtirishni Amerika qaratdi deb oshkorlayapti.